Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. 31-may kuni Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida joylashgan Dinamo voleybol arenasida grappling bo'yicha ETXC10 musobaqasi o'tkaziladi. Oqshomning markaziy bellashuvida yarim yengil vazn toifasida mashhur UFC jangchisi Arman Tsarukyan braziliyalik Patrika Freira bilan to'qnash keladi. Xabaringiz bor, Arman 2-may kuni Dubay shahrida bo'lib o'tgan Karate Combat Elitor turnirida ham grappling jangida ishtirok etib, Makasharib Zaynuchka ustida g'alaba qozongan edi. Tsarukyanning UFCdagi keyingi jangi qachon bo'lishi esa hozircha noma'lum. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Belal Muhammad yengil vazn chempioni Islam Maxachevga murojaat qildi. Islam, menga qo'y yigit, sen mening 2 karra UFC chempioni bo'lish rejalarimni barbod qilding dedi. Hozir ba'zilar Della Maddalena bilan jangimni kutishmoqda, lekin men Islamga keyingi jang uchun shartnoma imzolayverishini mumkinligini aytmoqchiman. Chunki men Montrealga kamarsiz tark etmayman. Men chempion bo'lib qolaveraman. Shunday ekan, hozirdanoq navbatdagi jangiga mashg'ulotlar yig'inini boshla. Raqibing kim bo'lishidan qat'iy nazar, sen yaxshi jangchisan dedi Belal Muhammad. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Belal Muhammad 11-may kuni UFC 315 turnirining markaziy jangida Jack Della Maddenenaga qarshi oktagonga chiqadi. Ana xolos, Alex Pereira UFC bilan o'rtasida katta janjal kelib chiqdi. Shu sababli faoliyatini yakunlamoqchiligini yozib, keyin barcha aybni hakkerlarga to'nkab qo'ydi. Ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Alex Pereira yarim og'ir vaznda yangi chempionga aylangan Magomed Ankalayevning navbatdagi raqibi bo'yicha UFC rahbariyatining sahna ortidagi rejalari haqida qiziqarli fikr bildirdi. Carlos Urberg va Erji Proxaska Ankalayev uchun ehtimoliy raqiblar safida tanlangan ko'rinishdan Alex bu ro'yxatdan uning ismi yo'qligidan juda xafa bo'lgan. Men hech qachon UFC haqida yomon gapirmaganman, lekin hozirgina eshitganlarim ko'nglimni parchaladi. Menda endi boshqa jang qilmaslik haqida o'ylar paydo bo'ldi. Bu boshlanishi bo'lishi mumkin deb yozdi Pereira o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Keyinroq esa Alex akkaunti hakkerlar hujumiga uchragan bo'lishi mumkinligi da'vo qilib, UFC bilan doim yaxshi munosabatda ekanini aytdi. Eslatib o'tamiz, Pereira o'zining so'nggi jangini mart oyida Ankalayevga qarshi o'tkazib, mag'lub bo'lgan va kamaridan ayrilgandi. Yarim o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali tezroq Bakli bilan jang qilib revansh olish istagini bildirdi. 17-may kuni agar jangimda g'alaba qozonadigan bo'lsam, Bakli bilan navbatdagi jang uchun viza tashlayman. Bakli, yaqinroq kel va men seni yo'q qilaman deb fikr bildirgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.